Selam dostlar, benim ismim Gülnaz. Men bugün sizge şeş büdüreletirge öğretem. Biz yangi yılga hazırlanabız. En birinchidan biz boshni sheshlarni yuvamiz. Shampun, maska, balzam, ondan so'ng endi yuvish sheshga tirmazashni silamiz. Shundan so'ng kiyiptirgachdan kimga narsa kelisha, muz yoki приkorневой объем yosarg'a spreylar bor turli. Ularni borisida silamiz. Ham endi kiyiptirgachdan утюжокni 180-200 gradusga qo'yamiz. Eng birinchidan men sheshni 3 ulushga bo'laman. Üstdagi ulush o'rtadan ham ostdan. Bizga uning uchun kerak bo'lgan rezinka ham bir necha zajim. Rezinka yordamida biz ustki ulushni yoshlaytirib yeyib qo'yamiz. Da ham утюжок bilan nechka tulumlar olib bitdan ortga to'g'ri qaratib утюжокni shulay tirib утюжок bilan ekranini tushiramiz. Ham ostki yoqlarini to'g'ri ittirib qoldiramiz, ozgina qoldiramiz. Bu vaqtda shunday azrak nivrijniy motor kudiralar chiqadi. Bir tulumni shulay bitdan ortga to'g'ri qaratamiz. Bir tulumni bitga to'g'ri qaratamiz. Shaytib tutamiz. Ana ekranini утюжокni olib boramiz. Ishlarni qoldiramiz. Agarda kudiralar nag'roq bo'lsin deyasiz ekan, tulumlarni nishkaraga olishga kerak. Agarda olarak tulumlar kerak ekan, kudiralar tulumni olarak ekib olamiz. Bizning shunday kudiralar hazır. Ham sheshlar tog'indan nag'roq qobarib tursin uchun biz boshni ostga egib, azrak lak bilan septirib olamiz. Boshni egamiz. Kudiralarni teksirib o'tamiz. Oley, hop. Hamda shunday объем bo'lacak. Mana shunday прическабыз hazır, motor bo'lamiz. Yangi yillar bilan sizni.